Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlarga restoranlarda palon pul turadigan, qimmat sotiladigan salatimizni 60 sekund ichida tekin o'rgatib qo'yaman. Nimasi zo'r salat, oddiy salat, hammasi o't bo'lib yotibdi. Quruq o't bilan pomidor. Nimasi qimmat, nimasi zo'r, men buni salatni yoqtirmayman, yemayman. Deydigan odamlar ham bor, yo'q emas. Shuning uchun bu salatni oldin bir marta tayyorlab ko'rib, bir marta yeb ko'ringlar. Aniq ishoninglar, har safar mehmon kutganda birinchi shu salatni qilasizlar. Bu salatga o'zi ko'p ta'rif kerak emas. Buni bilgan odam, yegan odam qanaqaligini biladi. Bu salat yeb ko'rganmisiz? Sizga yoqadimi yoki yoqmaydimi? Kommentariyada o'zingiz fikringizni bildirib keting va albatta yaqinlaringizga repost qilib saqlanib qo'ying. Shunda topishingiz oson bo'ladi.